Voy qizim. Oha! Qizim yaqinda yerga tegyapti. Endi uyimizga mehmon. Yurak yording nima bo'ldi deyman. Endi qizimga ish buyurmaylar, men didoriga to'yib olay. Tura! Qo'llan sipir. Apam supursa mana nima qildi? Onajon, opang yaqinda yerga tegib ketadi. Uyimizga mehmon. Endi turib sen ishlarni qil. Men supurmayman hovlini. Xotirlash o'zi qildi. Biroq ish ko'rsa ustimdan kuladi mana, o'nami? Ming'illamasdan tez-tez sipir hali o'yinlar artishing kerak. Yo'q. Men ketaman deydi uka. O'zing qilaverasan, qadrimga yetish kerak edi. Asal qizim shakar, qizim uzunmi? Qizim choy damlang. Qizim choy damlamaydi, uyimizning mehmoni. Jonim. Bormi o'zing damla? Nima o'zim damlayman, didoriga to'yishim kerak. Kim damlaydi choyda? Ana o'g'lingizga ayting damlasin. O'tir. Quruq choy kerak bularni. Bitta ko'k bonkachaga edi-da buni. Ichmayman choy. Dadajon, sarpamda ozgina kamchilik bor ekanda. Bilaman ona qizim. Darmay darqadan yur. Imkon savdo. Tezlash.